Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Bo'zdagi obyektimizda ishlar jadallik bilan ketyapti. Bu arka-romimiz 90 sm bo'lgan, 40 sm ga shaylangan. Ustunlarimiz bo'yi 270, straplarimiz uzunligi 280 bo'lgan. 50 sm shapga chiqarganmiz. Bu romimiz eni 1,5 metr bo'lgan. 40 sm ga aylantirilgan. E'tibor berasizlar. Baland past, kirdi chiqdi bo'lib. Tomimiz figurniy bo'lyapti. Xo'p, shapkani uchidan 1,60 sm ichkarida bo'lgan. Bu tomimiz do'ppili tomimizdan ozgina farq qiladi. Neobichniy deb qo'yamizmi, o'zbekchasiga noodatiy bo'lyapti. Xudo xolisa bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib boraman.